Assalomu alaykum. Bugungi videomizni cho'zib o'tirmasdan iWatch'ning lyuksli kopiyasini qanday qilib iPhone va Android telefonlarga ulashni ko'rsatib o'tamiz. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, iWatch'ning lyuksli kopiyalari iPhone'dagi Watch programmasi orqali ulanmaydi. Ana endi kelinglar ulanadigan programmalarni ko'rib chiqamiz. Ekraningizda ko'rib turgan programmalar deyarli faqat nomi bilan farq qiladi. Soatingiz qaysi programmada ishlashi uning korobkasida ko'rsatilgan bo'ladi. Misol tariqasida aktual bo'lgan soatimiz DT8 Max ni VR Pro programmasi orqali telefonga ulab ko'rsatib beramiz. VR Pro ilovasiga kiramiz va ustroyство bo'limiga o'tib skanerlayt QR kodini bosamiz va u yerdan soatimizning QR kodini skaner qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun pastga tushirib i'ni bossak, mana shu yerda QR kodi kelib chiqadi va uni telefonimiz orqali QR kodni skaner qilib olamiz. Sozdать parolni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, уже telefonimizni birlashishni boshladi soat bilan. Bu tayyor bo'lgandan keyin mana ko'rishingiz mumkin. Polni informatsiyalarni telefoningizdan ko'rsanglar bo'ladi. Soatingizning siferblatini o'zgartirish uchun skachat siferblatga kirsanglar, mana shu yerda 100 tadan ortiq siferblatlar bo'ladi. Bularning orasida platniy va besplatniylari ham bo'ladi. Eng birinchi turganni bosib, rasmni tanlab, ekranga, ya'ni soatinglarni aboyga o'zingizlar xohlagan bitta rasmni qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, biz hozir bitta manzarani qo'yib ko'ramiz. Ana endi Android telefonlarda ulashni ko'rsatib beramiz. VR Pro ilovasiga kiramiz, registratsiyadan o'tamiz. Buning uchun oson yo'li Google akkauntinglarni kiritsanglar bo'ldi. Registratsiyadan o'tganimizdan so'ng ustroystoga kiramiz va Присвязать устройствоga bosamiz. Ko'rib turganingizdek soatimiz ulandi. Mana bunda ham soat 15:31, bunda ham 15:31 ni ko'rsatyapti. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar va albatta qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kommentariyada keyingi videomiz nima haqida bo'lishini yozib qoldiring.